Xo'p, akalar, ukalar yordamlaring kerak bo'lyapti. O'zim tovuqqa uzil kesil qiziqmayman. Shu uydagilar tuxum yeb tursin deb mana shu tovuqlarni olganman. Mana 10 ta tovuq bor. Mana bunday narsalar kuzatiladi. Mana hamma tovuqda paxta to'kilib ketgan. Mana go'sht bo'lib qolgan, go'sht. Buni qanaqangi zot bularni tushunmayman mana. Go'shtga aylanib qolgan tovuqlar. Xullas, kim biladi shu nimadan bo'lyapti? Kasallikdan bo'lyaptimi, qandaydir vitamin yetishmayaptimi, bir-birini cho'qib qo'yaptimi, och qolib cho'qib qo'yapti desam, yemishida muammo yo'q. To'ldirib tashlayman, hamma narsani tashaladi. Shu nimadan bo'lyapti? Bilganlar kommentar yozib qo'yinglar. Mana juda xunuk holat kelib qolgan mana. Rahmlaringiz keladi bularga. Sizlar kommentar fikrlarini bildirib qo'yinglar. Nimadan bo'lyapti? Nima qilsak mana shu patlari qaytadan chiqadi. Fikrlarni kommentarga kutaman. Mana juda qiynalyapti tovuqlar. Ayniqsa havoni issig'ida qiynalyapti tovuqlar. Fikrlarni yozib qo'yinglar. Tovuqqa qiziqadigan aka-ukalar bo'lsa, nimadan bo'lyapti? Nima qilsak shu narsa bo'lmaydi.